do'stlar, sizlar bilan men Shadow. Bugungi videoda biz Ender Dragon'ni zabt etamiz va men hamkorda o'ynayapman va qo'limda totem paydo bo'libdi. Bilmayman. Zato qutqarib qolishi mumkin. Bosib ketamiz desam, surishni qo'yib ketdim. Va bugun hamkorda 100 kun baza qurmasdan yashaymiz. Speedrunchasga tez Ender Dragon'ni yengishimiz kerak. Eshitganingiz to'g'ri bil, Ender Dragon. Bu safar yolg'onlar yo'q. Hamkorda Ender Dragon'ni o'ldirish qiyin. Chunki Ender jamchiqlarni topish va nayza kerak. Nayza kerak. Va portal uchun yaqinimizda lava ko'li bo'lsa, sразу ketaveramiz. Ender Dragon'ni oldiga. Ishtonga bo'lamiz. Aqd zaxirasi 51 ta bo'lsa ham yaxshi bilasiz. 3 ta olmos как раз lava ko'li bo'lsa tamom belli. Va bitta girka. Tez bilishimiz kerak. Nezerga blokda kerak bo'ladi. Mayli, nezerni o'zidan olib olamiz. Speedrunchasga tez Minecraft yutib chiqishimiz kerak. Minecraftni bunaqa tezlik bilan toshga ulaymiz. Aylab ko'rib toshga ulashimiz kerak bor. Tez kavla speedrunchasga tez yutib chiqamiz Minecraftni. Ko'rasizlar. Bu video juda qiziqarli bo'ladi. Давай. O'zani shu kirka bilan biz daraxt ham chopamiz. Speedrunchasga bir stak tosh yetib o'rtasa kerak. Men hech qanaqa shart bajarib o'tmayman. Mana bu kavlab tashlashimiz kerak. Давай. Yaxshi. Speedrunchasga tez yutib chiqsak, qancha tez yutsak, o'shancha video qiziqarli bo'ladi. Bungacha sizlar like bosing. 90% odamlar videoni ko'radi, lekin obuna bilan like bosmaydi. Shuncha mehnat ketyapti. Like bilan podpiska bosib qo'ying. Daraxt chopamiz. 3 minut o'tdi. 4 minut bo'lib. Daraxt qolib ketmasin. Va biz оружие yasab olamiz. Anta tarafiga yetadi. Tezroq bo'lasiz. Hozir 5 minutda topor yasab tashlayman. Mana shunday. Bu istak qo'yamiz. Bitta shlem. Qopqon kerak emas. Bitta faqir yasab olay. Faqir.
Gitti noise. Olmaz kirk yazayımız. Olmaz kirk bu. Hemen nima yazmoqchi edim? Topor. Deymiz, ikkita topor yasayman. Topor yigamiz. Bu ketdik. Lava kuli qidiramiz. Buzilgan portal bilsa ham yaxshi biladi. Lava kulubdan. Ketdik. Tezroq bo'l. Kabullaymiz. Obsidian. Beraka. Yetardan ham ortiq obsidian olishimiz kerak. Kir. Ona. Va kirdi. Sinopdi. Tezroq. Sina qol. Yo'q, bu yo'li ketmaydi. Bu yo'li o'lgachi mumkin. Hamkorda tez Minecraft yutish g'alati. Qo'lim menda qo'tam yo'q. Qishloq savollar kirib qoldim nonni. Ketdik. Tezroq. Va bu video qiziq bo'ladi. O'ylamaydi. Bu video zo'r bo'ladi. Aslında obsidian suv tagida sekin sinadi. Lekin suv mana nechta obsidian 11 ta ziyod sinab olishim kerak. Sindi. Olmos kirka bo'lsa yaxshi. Hamma ishim tez bo'ladi. Hammaga shu olmos kirka birinchi o'rinda kommentariyaga yozing. Mana shu totem mod kerak bo'lsa kommentariyaga totem deb yozing. Ciao. Qani 15 ta. Portalni o'zini sindiramiz ki. Non olishim kerak. Bir staklan to'slan olamiz. Hoppa, mana. O'sha samon bloklar. Sindi. Sin. Juda ko'p vaqt qolibdi-da. 8 minut. Speedranchasi ketmoqchiman Minecraftni. Ham qishloq bor. Ham ovqat bor. Ham olmos kirka ham bor. Erta qo'yamiz. Speedranchasiga non yasaymiz hozir. Agar Minecraftga tez yutishni xohlayman. Chunki Minecraft eng zo'r Minecraft. Kimga qaysi Minecraft yo Roblox? Menga Minecraft yaxshi. Kommentariyaga yozinglar qani. Oppa. Ketdi.
Bizga bitta o'tog'im kerak bo'ladi. Bitta uxlayveramiz. Bitta yotoq. Tekirkan olamiz. Tekirkan olib qo'yamiz. Yo'q. Jarniyaysan. Bir, iki, üç. Hoppa. Yandır kalkıç. Problem. Temur ham yo'q. Kelim o'ldiramiz. Ketdik. Mana shu joyga video tugadi. Xayr do'stlar, ikkinchi Let's Play chiqishini xohlasangizlar like bilan podpiska bosing. Xayr.